diabetga olib keladigan va diabetni nazoratini izdan chiqaradigan siz bilmagan 5 ta super holat. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan sizni sog'lig'ingizni sizdanda ko'proq o'ylaydigan Bobur doktor. Kanalga obuna bo'lishni va bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Sizda nimadir savollar bo'lsa, bemalol kommentda yozib qoldiring va biz sizga javob berishdan har doim xursand bo'lamiz. Eng e'tibordan chekkada qoladigan 5 ta holatni sanab beraman. Birinchisi bu xavotir, ikkinchisi qo'rquv, uchinchisi uyqusizlik, to'rtinchisi asabiylik, beshinchisi janjalli muhit. Siz bular haqida hattoki o'ylab ham ko'rmagan bo'lishingiz mumkin. Bular sizni shu holatga tushirishi haqida hech qachon fikr yuritmagan bo'lishingiz mumkin. Lekin bu bizni tanamizning achchiq haqiqati hisoblanadi. Nima uchun bunaqa bo'ladi o'zi aslida? Menda juda ham ko'pchilik kelib savol beradi. Doktor, men shirinlik yemayman. Men doimiy dietadaman. Men dorilarimni vaqtida ichaman. Nima uchun menda qandni nazorat qilib bo'lmayapti? Buning sababi mana shu yuqorida sanab o'tgan narsalarim. Buni sababi stress. Shunchaki stress sizda bor va siz qandni nazorat qilishga qiynalasiz. Shunchaki sizda xotirjamlik yo'q va siz shunchaki qandni oddiy mana bu yuqorida sanalgan narsalar bilan nazorat qila olmaysiz. Nima uchun bunaqa bo'ladi? Stress vaqtida organizmda nima bo'ladi? Stress vaqtida organizmda barcha turdagi endokrin bezlar qo'zg'algan bo'ladi. Ya'ni endokrin bezlar qancha qo'zg'alsa, u yerdagi barcha gormonlar balansi buziladi. Barcha gormonlar ko'p ishlab chiqariladi. Stress gormoni bu kortizol gormoni, stress gormoni bu adrenalin gormoni. Kortizol ishlab chiqarildi degani bu tashqi kortizol o'zi nima uchun ishlab chiqariladi? Kortizol bizni tashqi muhitga moslashtiradigan gormon hisoblanadi. Ya'ni anti-stress gormon, antidepressant gormon deb hisoblasak bo'ladi organizmdagi. Asosan yoki gormon bodrosti deb hisoblaymiz. U bizni to'liq yaxshi kayfiyatda yurishimiz uchun, bu bizni bodri yurishimiz uchun kerak bo'ladigan gormon aslida. Ya'ni u eng asosiy ishi bizni tashqi muhitga moslashtiradi. Ya'ni organizmni siz har kuni ertalab uyg'ondingiz va atrof muhitingiz balki sizda tippa tinchlik bo'lishi mumkin. Balki atrofda qanaqadir shovqinlar bo'lishi mumkin. Balki hozirgi kunni sivilizatsiyasi, bugungi kunni vulkanizatsiyasi, bugungi kunni rivojlanishlari bizni atrof muhitga moslashishimizni yanada ham kuchaytirib qo'ygan. Moslashimiz sal qiyinroq. Chunki ko'cha to'la avtomobillarning hammasida signallar bor. Ko'chada odamlar hammasi asabiy, hech kimning asablari joyida emas. Hamma nima qilayotganini o'zi bilmaydigan holatda hattoki. Ko'chaga chiqdingiz, mashinalar bab bip yoki baland etajlar yoki ob-havoni turli xil noqulay kelib chiqishi yo bo'lmasam odamlarning baqir-chaqir qilishi, bularning hammasi, bu vaziyatlarni, bu holatlarning barchasi bizni mana shu holatga moslashishimiz uchun o'zi shundoq ham ko'p kortizol talab qiladi. Ya'ni biz mana shu jarayonga moslashishimiz kerak. Ya'ni bizni organizmimiz hech narsa bo'lmayapti deyishi uchun kortizol normada ishlab chiqarilishi kerak va organizmni tinchlantirish kerak. Bu bizga taalluqli emas, bu ko'chada bo'lyapti, bu boshqa birovning muammosi, bizniki emas degan holatga organizmni tushirish uchun ham shunchaki ko'proq kortizol ishlab chiqariladi. Ana endi siz bunga qo'shimcha ravishda qanaqadir trevojность holatini keltirib chiqarsangiz, siz arzimagan narsalarga nerv qiladigan bo'lsangiz, siz arzimagan narsalar uchun janjal qiladigan bo'lsangiz, sizda tinchlik bo'lmasa, sizda uyqu bo'lmasa, sizda xotirjamlik bo'lmasa, sizni oilaviy muhitingiz yaxshi bo'lmasa, kortizolni ishlab chiqarilishi yana ham ko'payadi. Qancha organizmda ko'p kortizol ishlab chiqarilishi bu organizmni shuncha energiya ko'p talab qilishiga sabab bo'ladi. Kortizol ko'p ishlab chiqarildi degani bu jigarga komanda ketdi. Men energiya sarflayapman, davay, menga glyukoza ber degan komandani jigarga beradi. Jigarimizda esa biz uchun har doim kerak bo'ladigan zaxira glyukoza varianti turibdi. Va kortizol qancha baland ishlab chiqarilsa, u sразу zaxiradan glyukozani qonga chiqaradi va o'z-o'zidan buni bostirish uchun insulin ishlab chiqarilishi kerak. Lekin kortizol insulinni ishlashiga qo'ymaydi. Ya'ni u energiyani ko'rib o'tirishi kerak. Ya'ni men och bo'lsam darrov shuni olishim kerak, uni men ishlatishim kerak degan komandada turadi u. Va
glukoza ishlab chiqarilganda u bilan barobarga insulin ham ishlab chiqariladi, lekin insulin ishlamaydi. Ya'ni insulinga ruxsat yo'q hujayraga kirgizish uchun. Buni oladigan bo'lsak agar, ana bularning hammasi kortizol bilan barobarga ishlab chiqarildi, lekin insulinga ruxsat yo'q. Unga ruxsat 1 marta bo'lmadi, 2 marta bo'lmadi, 3 marta bo'lmadi va insulin o'zidan endi komandalarni bajarmaydigan bo'lib qoladi. Ya'ni avtomatum ishlamaydigan bo'lib qoladi. Ya'ni hozir yana shunaqa holat, hozir yana nima desam, ya'ni kar bo'lib qoladi o'sha. Tamom. U srazi bitta signaldan o'sha chiqish kerak edi. Endi chiqadi, lekin ishini bajarmaydi. Hozir menga kerak emas bu yerda o'ylaydi. Va mana shu joyda insulin rezistentlik hosil bo'ladi. Shakarli diabetni davolash bu kompleks jarayon bo'lib, unda ovqatlanish tartibini tuzatish, muntazam tekshiruvlar va har bir bemorga individual yondashuv kerak bo'ladi. Muhimi nafaqat qon shakarini pasaytirish, balki bu kasallik bilan yashashni o'rganish. Men sizlarni qanday qilib Garmonik Plus klinikamizda shakarli diabetni samarali davolash mumkinligi haqida gapirib bermoqchiman. Davolash jarayonida sizni quyidagilar kutmoqda: qon aylanishini yaxshilash va mushaklar tarangligini kamaytirish uchun massaj, sizning individual ehtiyojlaringizga moslashtirilgan 3 martalik ovqatlanish, turli xil fizioterapiya protseduralari, sizga maxsus tayyorlangan individual davolash rejasi, holatingizni nazorat qilish uchun muntazam qon tahlillari, diabet bilan qanday yashashni o'rganish bo'yicha siz uchun konsultatsiyalar bo'lib o'tadi. Agarda sizga bizning klinikamizda davolanish qiziq bo'lsa, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki izohlardagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va bizning xodimlar sizga albatta aloqaga chiqishadi. Mana, tushundingiz-a? Stressni oqibatlari nimaga olib kelyapti? Qancha bizda stress ko'p bo'ladigan bo'lsa, shuncha insulin rezistentlik ko'p degani. Kim stressda qancha ko'p yashaydigan bo'lsa, unda shuncha semizlik ko'p degani. Agar sizda shunchaki ortiqcha tana vazni bo'lsa ham yoki sizni tanishlaringizda ortiqcha tana vazni bo'lsa ham, unda asosiy sabab stress gormonlari bo'lishi mumkin. Ya'ni stress gormonlari qancha baland bo'ladigan bo'lsa, unda qorin atrofida, sonda yog'lar yig'ilishi ko'payadi. Ya'ni bu mana shu tizimni buzilganidan dalolat beradi va insulinni to'g'ri ishlamasligiga, insulin rezistentlikka sabab bo'ladi va siz dietada bo'lsangiz ham, siz dorilaringizni vaqtida ichsangiz ham, siz shirinlik iste'mol qilmasangiz ham, qonda qandni boshqarish shunchaki qiyin jarayonlardan biri bo'lib qoladi. Va mana shu holat faqatgina qonda qand miqdorining ko'tarilib qolishi emas, aynan diabet bo'lishni sabablaridan, bugungi kundagi diabetga chalinishni eng ko'p sabablari mana shu. Ya'ni menga murojaat qiladiganlar ham juda ko'pchilik, boshqa endokrinologga murojaat qiladiganlarning ham katta qismi xuddi shunday deydi. Mani ota-onamda diabet yo'q, meni avlodlarimda diabet yo'q, men stressga tushganim yo'q. Nima deydi? Ular o'ylaydiki, qanaqadir avtohalokat, qanaqadir kimnidir tepadan tushib ketishi yoki o'zini qayerdandir yiqilib tushishi, nima deydi? Bir martada bo'ladigan qanaqadir ostriy jarayon, ya'ni kuchli qo'rquvlar diabetga sabab bo'ladi deb o'ylaydi. Yo'q, har doim ham faqatgina kuchli qo'rquvlar diabetga sabab bo'lmaydi. Mana shunga o'xshagan organizmning moral ezilishlari ham diabetga sabab bo'ladi. Ya'ni bu asta insulin rezistentlikni kuchaytirib diabetga olib keladi. Yo bo'lmasam, sizda allaqachon diabet bo'lsa, insulin rezistentlikni kuchaytirib, siz o'sha qonda qand miqdorini boshqara olmaydigan darajaga keltirib qo'yishi mumkin. Bularga yechim nima? Bularga yechim shunchaki osoyishtalik. Men diabetni nazorat qilish bo'yicha, diabetni individual nazorat qilish bo'yicha kurslarimda ham, diabetni nazorat qilishning eng oson yo'llarida ham, men juda ko'p marta o'zimdan shaxsiy konsultatsiyalarimda ham menga uchraydigan bemorlar bilan asosan shu bo'yicha ishlayman o'zi. Ya'ni birinchi o'rinda men urg'u qarataman stresslarni boshqarishga. Stressni boshqardi degani u organizmni ancha yaxshiroq boshqara oladi degani. Siz stresslaringizni qancha tezroq boshqarsangiz, siz qancha ehtiroslaringizni tezroq yig'ishtirib olsangiz, siz qancha o'zingizni tezroq yig'ishtirib olsangiz, bu sizga diabetni nazorat qilishingizga shunchaki yaxshi yordam beradi. Yo bo'lmasam, sizni diabetga chalinish ehtimolingizni birga bir darajada kamaytirib qo'yadi. Sizda hattoki esingizdan yana bir narsani chiqarmang, agar sizda naslедственный moyillik bo'lsa, ya'ni sizni avlodingizda diabeti borlar bo'lsa, hattoki
uzoq qarindoshlaringizda diabeti borlar bo'lsa ham stresslardan chiqib yashashingiz shart. Ya'ni sizda stress qancha ko'p bo'ladigan bo'lsa, o'zi sizda наследственный moyillik bor. Stresslar buni sizga shunchaki yaqinlashtiradi. Men eng ko'p qaytaradigan narsam, birinchisi, avlodlarida diabet tashxisi qo'yilgan insonlarga, ayniqsa ota-onasiga diabet tashxisi qo'yilgan insonlarni peshonasiga sanga semirish mumkin emas deb yozib qo'yilgan. Buni men 2-3 yil, 4-5 yil ilgari ham shu gapni aytardim. Peshonasiga semirish mumkin emas deb yozib qo'yilgan. Kamida 2 ta yoki 3 ta avlod semirmasa, diabetga uchrash xavfini qisman boshqarishi mumkin. Ya'ni siz buni naslingizdan olib tashlashingiz mumkin hattoki. Lekin bunga bugungi kunda qo'shimcha qilaman, 100% to'la qo'shimcha qilaman, ya'ni stresslardan chiqishni. Agar siz semirmasangiz ham, stresslardan chiqa olmasangiz ham, sizda o'sha xavf turaveradi. Agar siz ham o'zingizni tanangizni boshqarsangiz, semirishga yo'l qo'ymasangiz ham, siz o'zingizni hayotingizdagi stresslaringizni boshqarsangiz, bu 90%, keling ana 80% holatda diabetga uchrash xavfini boshqarib beradi degani. Bu shunchaki yoki sizda diabet bo'lsa ham, sizga kelib chiqishi mumkin bo'lgan asoratlarni boshqarib beradi. Yo bo'lmasam sizda qonda qand miqdorini yaxshiroq korreksiya qilishingizga, yaxshiroq boshqarishingizga, ya'ni sog'lom odamlardek boshqarib yurishingizga, yo bo'lmasam qonda diabeti borlar ham remissiyaga tushadi. Ya'ni u shunaqa etap bor bizda, ya'ni remissiya davri deymiz. Remissiya davri bu siz dori-darmon qabul qilmasangiz ham qonda qand miqdori normada, ya'ni sog'lom odamlardek bo'lib qoladi. Bu uchun vaqt kerak. Siz qancha diabetni yaxshi nazorat qilsangiz, ertalab och qoringa o'lchaganda 6 dan ko'tarilishiga qo'ymasangiz, to'q qorinda o'lchaganda 8 dan ko'tarilishiga qo'ymasangiz, bu vaqt o'tishi bilan sizda remissiya holatini keltirib chiqaradi. Meni praktikamda remissiyaga tushadiganlar juda ham ko'p. Ya'ni birlamchi menga murojaat qiladigan kasallarimni почти 70% agar men aytganimni birma-bir qiladigan bo'lsa, ular remissiyaga tushadi. Remissiya holatini o'zida olib keladi. Ya'ni o'zini remissiya holatiga olib keladi. Ular dori iste'mol qilmaydi. Ular unaqa kuchli diyetaga amal qilmaydi, lekin qonda qand miqdori soppa sog'lom. Ya'ni u diabetdan qutuldi desa ham bo'ladi, faqat bitta sharti bor, doimiy nazorat qilib yuradi. Chunki yana shu holat qaytalanib qolmasligi uchun ham, buni o'tkazib yubormasligi uchun shunchaki doimiy qonda qand miqdorini boshqarib yuradi, tamom, tekshirib turadi, hammasi normada mazza qilib yashayveradi. Shunday ekan, do'stlar, azizlar, yana bir bor aytaman, stresslarni boshqarish bu sizga diabet bo'lish xavfini hamda diabetingizni boshqarishni hamda diabetni remissiyaga tushirishni eng birinchi faktorlardan bo'lib hisoblanadi. Bunga bugungi kunda yana ham jiddiyroq e'tibor berishimiz shart va siz birinchilardan bo'lib mana shu odatni o'zingizda shakllantirishingiz kerak. Shunchaki xotirjamlik, tinchlik, osoyishtalik sizda juda ko'plab kasalliklarni profilaktika qilishni asosiy kaliti bo'lib hisoblanadi. Barchalaringizga shunchaki sog'lomlik yo'lida, sog'lom yashash yo'lida muvaffaqiyatlar tilayman.